Hozir mana yonish jarayonini ham ko'ramiz o'rtoqlarimiz. Yoqib qo'ydik. Mayda quyqum ko'mir deyapti. Erta to'lib ochamiz endi. Oh. Mayda angrendi maydasi. Oh. Yomon yonyapti haqiqatda. Pasaytiraylikchi ozgina. O'ta baland yonyapti ekan. Mana shunda ham yetkazadi mana shu ham. O'ta baland yonyapti ekan. 62 gradus. 65. O'zim ayda hozir videoda o'lchib yonyapti, o'zi o'lchib yongani yo'q hozir. Damaxot qizigan yo'q, iliq. Turubniy variantdagi shu 15 kW верхний коренный котел mash. Bitta nasos qo'yildi mana 25 ga 6. Filtrlari bilan, ikkita krannigi bilan bemalol filtrni ham ochib tozalasa bo'ladigan holatda. Podachaga ham alohida qo'yilgan krannik, vozdafni o'tchilik sababli pastga tushib chiqqanda bu. Vozdux обязательно qo'yilgan tepasiga, eng baland точкаga. Открытый sistemada hozir bu. Rashbak tepada открытый 60 talik. Ishlashlaridan xolasa zo'r. O'zgacha oyoq qolibdi, mana shu yerga qilib qo'ysak bo'ldi, xudo xolasa. Mana. Musayt radiator. Assolib qo'lda kuydiryapti mana. Bitta beda radiator. Bitta beda. Bitta ashada to'rtta bo'ldi.